Beslam, bezdokument bu ahmoqlik emasmi, akalar? Xudo ko'rmasin, o'zingizga bir nima bo'lib qolsa, nima holat bo'ladi? Mani umuman bu rent chiqarayotgan insonlarga adovatim yo'q, omadligini bersin, tirikchiligini qilishsin. Umuman bularga mana shaxsiy husumatim yo'q. Bilmaydiganlar, bilmaganlar, qiziqib, qoninglar qaynab, haydaginglar kelib olib qo'yapsizlar-da. Tarraq normalniy расходga tushyapsizlar. Sizlarga zararmi, akalar, mana shu narsa? Umuman keragi yo'q. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xormeli yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugun Ko'yli kanali, ya'ni men Abu Bakr. Masaladan bir iltimos qilib qolardim. Bir narsa hozir juda ham ko'p holat uchrayapti. Mototsiklni Toshkentda prokatga 2 soatga, 3 soatga yoki bir kunga haydashga berishyapti. Mana hozir ham bir mijoz keldilar. 700 ming so'mga, 800 ming so'mga bir kunga olishayotgan ekan. Men hozirgi murojaatim mana shu rent chiqarayotgan insonlarga akalar gap so'z yo'q, ishinglarni bosinglar, chiqaryapsizlar, eplayapsizlar, beryapsizlar. Lekin bezdokument modda to'kilgan mototsikl o'zi расходga chiqayotibdi. Uni beryapsizlar. Birinchidan bezdokument, ikkinchidan haydashni bilmagan odamga pulini bersa berib yubormaydi, yo'q akalar. Beslam, boshqa umuman zashitasiz. Xudo ko'rmasin, birovni bolasi, kimnidir ukasi, kimnidir farzandi bir mashina boshidan tegib ketsa, dumalasi o'lib ketsa, Xudo asrasin, nima bo'ladi? Kim javob beradi shunda? Mana mototsiklim emas deb turib olasizlarmi? Ras soqqani qo'yasizlarmi? Odamlarga berib yuborsizlarmi? Oxirigacha eplab qilish kerak emasmi? Sizchi, haydovchi. Olib mototsikl haydagingiz keldi, gap so'z yo'q, bordingiz, pulingiz bor, oldingiz. Modda umuman tushunmaysiz. Qanaqa sudrab ketadi, nima qiladi bilmaysiz. Qatida nima rasxoti bor bilmaysiz. O'zi pishib turgan narsani siz bir kunga olasiz, chaq etib o'tiryapti, boshingizni sumib. Borasiz, yangi narsa qo'yib berasan. Men senga butun narsa berganman deydi. Qalay, yoqadimi mana shu narsa okalar? Noto'g'ri tushunmaylar, achchu gapiryapman, prosta yeb qo'ymaylar-da, men sizlarga aytaman. Hozir bolalar kelyapti, okalar, gap ochig'i, bir kungagina olishgan, orqa hadovoy ado bo'lgan, chaqli yemirilib bo'lgan, seplar mana qotiyotibdi, okalar, ishoninglar, tars uzilgan kelyapti. Ham bechara nima qiladi? Takki chaq olish kerak, sep olish kerak, diskani sanni bloklari sinib ketgan, o'zi pish bo'lgan narsa menga butun qilib olib berasan deydi. Endi nima qilyapti bechara bolalar, ko'chadan qarz qidirib hozir 200-300 dollarga qildirishgan bo'ldi. Sizlarga zararmi shu narsa akalar? Men shuni aytmoqchi edim. Iltimos qilib qolardim, shu rentga berayotgan akalar, iltimos haydab yurgan bo'limini bergan insonga beringlar. Ertaga 500 ming 100 dollar qayolada bo'lmaydi, topasizlar o'sha rasga yozilgan bo'lsa, butun mot beringlar. Olib, o'tib bizilib qolib, sizlarga bildirmay ustaxonaga borib, qo'ldan kelgancha 3 qilib yamak berib yuboryapti sizlarga. Bundan keyingi odamni boshiga sinib qolsa, yo sepi qisib qolsa, qanaqa ahvolga tushadi? Men iltimos qilib qolardim, shilem qo'shib beringlar. Ras pul olsizlar, tirikchilik qilsizlar, oxirigacha dokumentlarni narsa beringlar, haydashni biladigan insonga beringlar. Ko'rib qonim ham qaynab ketdi o'zi. To'g'risi kommentimni yozib o'tdinglar. Men iltimos qilib qolardim, bolalar, Alloh taolo peshananglarga bersin, naqdga olishga xarid qilsin. Haydamaylar biror narsasini. Olmaylar, tushunmaysizlar, qatida nima, qanaqa rasxoti bor, bilmaysizlar akalar. Kuyib qolmaylar deyman. Birov futsin, qo'rmasin sizlarni do'g'man. Yo'lda ehtiyot bo'lishini so'rab qolardim. Kuninglar xayrli o'tsin, sog'lom bo'linglar. Bu masalaga boshqa gap topa olmadim, to'g'risi. Bir o'ylashib o'taylik dedim sizlarga. Gapim to'g'rimi, noto'g'rimi, kommentda o'zingizlar yozib o'tasizlar.